Voy tush cho'mil ayang urishmaydi. Ke cho'mil. Yo ayang. Jamil Jalol Qosimov o'ldim. Nima deyishding? Ayam o'ldiradi. Astora. Bagajni olib bering. Yo'l! Oyoq kiyimda turma! Sifatim ichida o'g'lab chiqdi. Nimaga sandiqdan sifatni pechinasini o'g'irlading? Ay! Aya! Go'ringizga olib ketasiz pechenani. Nimaga qo'shnini tualetini qo'yapsanlar? Tavba qildim. Yozda faqat bet qorayar ekanda. Tursun aka, tuzumisiz, qalis, chiqishlovli tinchmi? Nima yengilliklar? Jamila Toshkentga kelib shunchalik o'zgarib ketdingmi? Ayam sen bilan ko'rishimni aytgandi. Mana dubtachivoz. Yurmanskiy Toshkent kimligini ko'rsatib o'qaman. Nimani ko'rsatasan? Toshkent kimligini deb tushunmayapsizmi nima? Qayerdan olding bu gapirishni? Ketyapmiz-da. Voy o'lay. Qanday yoqyaptimi sevimim qishloqdagi tengdoshim? Zo'r ekan, yoqdi menga. Yurrasi kelib qolsa, men senga choy poy qilib berqolay. Enangni o'g'limanmi sanlaysan? Yur. Yura qo'ying. Toshkentchani qachon yodlading? Uxlayotganda yodladingmi? Chala yodlabsan. Nima deb ta'tillayapsiz? Kimdir bizga qarab qo'yqolaydimi? Jamila hech piching olmayaptimi? Zo'r qilib gapiryapsan? Ha? Sen Toshkentchani eshitib, men uyalib ketyapman. Iltimos gapirma. Ayni biz o'rganib qolganmiz-da. O'li. Jamila, Toshkentga kelganiga necha yil bo'ldi? Bu hafta payshanba kuni kelgandim. Tez seni olib ketayda qishloqqa. Bo'lmasam bo'lka Toshkentchaga yangi lug'atlar qo'shyapsan. Tirilinglar. O'zingcha. Qatga deginchi? Qatti. Qatti demaydi, qatga deydi. Qatga. Galang, ha. Ketaman onamnikiga. Kete onangnikiga. Mendan nima yomonlik ko'rdingiz? Usmosh ustozi, ovqatingiz tayyor, nima qilay yana? Sal o'zingga qarab yursang o'lasanmi? Odamlarning xotinini qara, labini botoks qilib bu yoq-buyog'ini amdaqalar qildiryapti eri uchun. Sanchi, kirsovni ham cho'milasanmi? Menda kasini topolmaysiz. Nimaga topolmayman? Shunchasi oyog'im tagida aka gaplashaylik, nomeringiz nechi deydi. Sen menga uni qilasan. Bor ket. Qarang, ketyapman lekin. Ketsang keta, o'mmatda ayting ketaman deb. Ketaman. Asolcha-ku bu. Buni o'zing yasadingmi? Ha, siz uchun yasadim. Bitta ushab ko'ray. Endi nimani ushlaysiz? Materialni ushab ko'ray, temirmi bu? Qanaqa temir bu? Elektromobil odam bu. Odamni ham elektromobili chiqdimi? Конечно, zamon rivojlanyapti. Bitta ushaylik. To'xtang. Elektromobil odamni ushlash uchun ko'nglini olish kerak. Ko'nglini olmasa bo'lmaydimi? Yo'q, unda anaqa qilmaydi bu. Bo'ldi, o'zim ko'nglini olaman. Ko'nglini men olayda buni. Bo'y qo'l. Labi botoksmi deyman. To'xtang. Hali meni ko'nglimni olganingiz yo'q. Davay olaylik, nima qilish kerak? Soat olib berasiz. Cartier. Batrakalikmi chiq? Tillo. Tillo? Tojikmisiz sheva qatdiki. Bo'ldi, olib kelaman hozir sizga. Bu yaxshi. Nima qilyapsan sen? Tegmasdan-chi? Ya funksiyasiga tegaman просто. Ya funksiyasiga hali o'zim tekkanim yo'q, tegasan sen. Men bunga kartel soat olib kelyapman, Tillo. Tillo soat olib keldingizmi aka? Shuni shevasini o'zgartira olmaysan. Shevasi bor ekan buni. Ayyo, buni iloji yo'q ekan. Ha, mayli, menga shevasi muhim emas. O'zi muhim. Bor, uni tegma uni. Asalcha xona issiqmasmi? To'xtang. To'xtataverar ekansizda siz. To'xtang, nima to'xtang? Menga gelik va shahar markazidan 3 xonalik uy olib berasiz. Keyin yaqinlashasiz. Gelik? Tagimda velik yo'q mani, Tavba qildim. Yaqinlashsam qiyin bo'lib ketdi. Nima qilamiz endi? Qo'y bilan yerini sotamiz-da, bunga gelik olib beramiz. Lekin gelik bo'p qizda o'zi ham. Mana asalcha gelik. Mana uyni kalti. Bo'ldimi endi? Bitta minib ko'ray. Ha, mening. Hamma gelikka minishga qiziqadi.
Пока, корова. Qarova dedim mana. Yo'lingni nima qil, meni sigir dedimi bu asalchi? Bu asalchi bu yoqqa. Ya bu yoqqa nima qilyapsan? Ketma. Voy jonim. Asalchi tashlab ketma. Tashlab ketma asalchi. Figuralaring chirib ketgur ha. Botox lablaring mog'orlab chirib ketsin uni endi. Magar aldab ketdi meni. Dadasi, men keldim. Kelgan bo'lsang yaxshi, nima qilay? Ozib ketibsiz-ku. Ko'p gapirmada ovqat qil. Xo'p. Baribir ham o'zimni xotinim zo'rda. Dadasi, qo'ylarimiz qani? Qo'ylarni bo'ri yedi xotin. Yeganda ham yomon yedi. Ko'plar assalomu alaykum. Qarang, nachalnikdan bir kunga menga ruxsat oling, tishim og'riyapti, doktorga boray. Patenting bormi? 2 kun o'tib ketgan. Unda balo bormi ko'chaga chiqib? Peterga chiqasa politsiya ushlab tiqib qo'yadi. Nima qilayman? O'laymi? Kovac bo'lganmi? Ha. Unda baniyati shifo deb kovakka nos tashlab qo'yasan. Nos? Ota bog'larimiz shunaqaga o'tib ketadi. Bor. Jasur akada nos bor. Hozir chotki bo'lasan. Mana, qo'y. Baniyat shifo. Ha. Qale, bormi og'riq? Ha? Oo. Tur sharmanda qilma, tur nachalnik kelyapti. Ay. Ha, nima boshlandimi? Nima boshlandi? Qornim og'riyapti. Og'riqda aytyapman men. Ha, og'riyapti qornim. Nima jin urdi yana senga? Upravlashi ming bo'lsa. Qornim og'riyapti. Doktorga borib kelay. Ruschani bilmaysan-ku, qanday tushuntirasan qornim og'riyapti deb. Qornim og'riganski deyman. Senga ko'z tekkan o'tgan-ku shaharga chiqqaningda. Bitta silayma o'tib ketadi. Sen bor, non olib ket. Xo'p, bo'la. Sumbul sochidan kirgan bo'lsang chiq, kamon qo'shdan kirgan bo'lsang chiq, Alyonadan kirgan bo'lsang chiq. Qalay, bormi og'riq? Balayam kerak. Men yiqib kelay. So'g'aymadi-ku. Sen befarosat qora non olib kelsan-da. Qanaqa non olib kelishim kerak? Oq tandirda yopilgan non olib kelish kerak, ma. Kecha ichmaylik dedim men senga. Nachalnik, tomog'im og'riyapti, doktorga borib kelay. Sen chala-pala tug'ilmaganmisan, jonimga ham tegding-ku. Tomog'ing og'riyotgan bo'lsa, marojni ye. Sovuqqa. Sovuqni sovuq kesadi. Ota bog'larimiz shunaqa qilgan. Yaxshimisan, Jo'ra? Marojni yedimi bu? Ha, yedi. Nima bo'ldi? Tushundingizmi? Ovozi chiqmayapti. Ha, bu tamom bo'pti. Doktorga olib bor, o'lib bo'lib qolmasin yana. Yur, men olib boraman. Yur. Yur, shunga ishonma, shunga. Yur. Вот. Здравствуйте. Здравствуйте. У него горло болит, нога болит, спина болит, oshqozon болит. Zub тоже болит. Можно доктор есть? Да, есть. Но o'zbekcha gapirsalar ham bo'ladi. Agar ruschaga qiynalsalar. Ya o'zbek ekan. Yo'q, tomog'im ochilib ketdi. O'zbek ekan. Sharoitchalari zo'r ekan, banisachani. Men olib keldim-da seni. Sen zo'rsan-da. Assalomu alaykum. Tavba qildim, tushunmi, o'ngimmi? Bu ana Sankt-Peterburgdagi mashhur doktor-ku. Shuhrob aka-da. Keling, nima vizita qilyapti? Akajon, mana shu tishimdan tortib oyog'imni uchigacha og'riyapti-da. Hech zahomang, Ars Dental klinikasida hamma dardingizga davo topamiz. Topa olasizmi? Qimmat emasmi? Yo, biz muhojirlarimiz uchun albatta hamyonbop qilib qo'yganmiz. Bundan tashqari esa har oyda bir marta bepul xizmat qilamiz. O'sha kun kelmamizda tekin bo'lardi. Hazillashdim, doktor. Bu filiallari ko'pmi? Mani jo'ralarim ko'p Peterda. Metroplosh Lelnada, Komissariya Smirnova dom oldida ikkita klinikamiz bor. Bitta stomatologiya, bitta esa yonida mnogoprofilli klinikamiz bor. Bundan tashqari metro Azirkida ham klinikamiz bor. U yerda ham stomatologiya, urologiya, ginekologiya, terapiya, kardiologiya, pediatriya bo'limlarimiz bor. Hamma dardingizga davo topamiz. Urologiya ham kerakda. Zo'r ekan, doktor. Hozir men stomatologman. Sizni oldin bitta tishlaringizni ko'ramiz, keyin esa boshqa bo'limlarga olib o'taman sizni. Qani bitta oching qani? Nima bo'lgan bu og'iz bo'shi? Nima qilyapsiz? Stroyka qilyapsizmi? Nos qo'ygandim. Hidi kelyapti, hidi. O'yla, yuvmadingmi tishingni? Qanday yuvay, tomog'im og'riyotgan-ku. Yomon, hadi chiqding. Doktor baribir doktorda otday bo'ldimi? O, menga qara. Ha. Sen doktorga bording-ku, doktoringdan so'rachi gemoroyga nima qilsa bo'ladi. Gemoroyga qalampir tiqsin degandi. Ha, bo'pti. Voy.
O'tasan. Nima qilding meni? Achyapti-ku. Yo'lini rosta tiqibdi. Yo, bismillah. Gapirmachim, uskuzlarimni urdi. Bak pulingni ber. Qanaqa pul? Pulim yo'q. Shunaqa oddiy pul ber. Pulim yo'q deyapman. O'zi qornim och, zo'rg'a yuribman. Davay dadangga telefon qil unda. Yo'q. Nima dadang yo'qmi? Dadam bor, puli yo'q. O'zi och qoringa ham hech narsa yoqmayapti, onasini hamsa. Zavtriga ham qilmaganmisan? Qayerda qilaman? Pulim yo'q deyapman-ku. Yo'q, unda obed olib beraylik, keyin gaplashamiz. Yo'q, shart emas, tushinglar. Yo'q, nozlanma. Somsa olib beringlar, somsa. Brat, yashirib qo'ygan pullar yo'qmi uyda? Yo'q, qayerdan bo'lsa. Uni ustiga keliningizni ham topish yaxshi emas. Ikkita somsa olib beraymi Saboyga? Yo'q, Rossiyada-ku. Rossiyadan pul jo'natmayaptimi? Jo'natmayapti onasi. Unda kelsa nima keragi yo'qdi, bekorchi yurib. Qanday keladi? Unga ham bilet olish kerak-ku, aka. Ma $200, yangam qaytib kelsa. Bu kami yetmaydi. Qolganini kartanga tashab beraman, Bugun kechgacha tashlang-da. Havo ham yomon. Ya tekab katta odam, uzunroq futbolka kiysangiz bo'lmaydimi? Futbolkam yo'q. Aytdim-ku sizlarga pulim yo'q deb. Yana sizlar mendan pul so'rab yotibsizlar. Mana aka, Inbazarda futbolka bilan penkalar 124 ming so'm. Arzon ekan-ku, ikkita olib beringlar. Bitta olavering. Yo'q, ikkita. Aka mani yumshoq yozgi shimlar 155 ming so'mdan. Dadamda ham shimi yo'q edi. Endi dadangizga biza javob bermaymiz-ku. Bo'lmasa men ketdim. Ha, men buni dadangizga bersangiz bo'lar ekan. Mana shu ko'rib turgan Dubayga ham atirlar narxi 137 ming so'mdan, brat. Bitta kelonga ham olib ber. Kelmay Rossiyada-ku. Keladi-ku, yo'lkasiga pul berding-ku. Yo'q. Militsiyaga aytaman. Militsiyaga aytaman. Qaysidan olasiz? Ukalarim, rahmat. Endi bu issiqda bor-ku, o'g'lik qilmanglar, boshqa ish topinglar. Davay, nima ish qilsa bo'ladi? Mana men yaqinda Novostroyga qo'yaman. Ana shunaqa investitsiya kiritinglar, pul beringlar, men sizlarga birinchi etajdan uy qilib beraman. Davay ikkita olamiz, parkovka bilan. Davay. To'xtang, siz pulimni uyda o'tirsiz, qanaqa uyda qurasiz? Sizlar pul berasizlar-ku. O'sha pulga boshlayveraman desak. 5600 dan kvadrat metri. Mana aka. Ber. To'xtama, cho'ta aldayapti. Beradi. Men yaxshi odamga o'xshayapman-ku. To'g'rimi? Yelkang qichiyaptimi? Zo'r bo'lib qolganmisan? Sen kimga turtilib ketding, bilyapsanmi? Men green card yutgan odamman. Green cardim bor mana, yo'qolan yo'q. Aka, sal nariroq turing. Tinchlikmi? Men green card yutganman. Yoqmayapsiz. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshi rahmat. Siz qanday ish deb so'ramaysizmi? Nimaga? Men green card yutganman. Ha, qandaysiz? Zo'r. Qani amerikaliklar qachon meni olib ketadi? Men tayyorman. Akajon, sizda green cardta chiqdi degani darrov Amerikaga ketasiz degani emas. Siz Amerikaga chiqishdan oldin hujjatlarni bizda tayyorlashingiz kerak. Hujjat? Mana nima qilib o'tiribdi bu yoqda? Bularga green cardta chiqmagan. Chiqmagan bo'lsa, boringda nima qilib o'tiribsan chiqqanlarning oldida o'tirib? Aka, bizda green cardta chiqmaganlarga ham, Amerikan cardta chiqmaganlarga ham Amerikaga chiqish uchun viza tayyorlab beramiz va jo'natamiz. Sizlar qanaqa kompaniya chiqmaganni ham jo'natadigan? Chiqqanni jo'nat, chiqmaganni nimaga jo'natasan? Odamni ko'p qilib Amerikada. Bizning Grand Visa markazimizda mana ko'rib turganingizdek Amerika, Kanada, Yevropa, Yaponiya, xullas hamma davlatlarga viza olishingizga yordam beramiz. Kambojaga ham. Kambojada nima qilasiz? Bitta Kalbojam borda, uni ham olib bormoqchiman Kambojaga. Mana Bahodir Jalolov, Isroil Madrimov, Hasanboy Do'smatovlarga ham Amerikaga biz viza qilib berganmiz. Yo'q, молодец. Keyingi yil menga Argentinaga qilib berasiz. Nimaga? Naryoqda uni chaqaloq tug'ilsa, Amerikaga keyin bez viza kirar ekan-ku. Xullas aka, bizning Grand Visa markazimizda green cardta chiqqanlarga ham, chiqmaganlarga ham viza olish uchun hujjat tayyorlashda yordam beramiz. Siz ham o'ylamang, sizga ham qilib beramiz. Rahmat aka, rahmat. Aka. Sizlarga bu green cardni yutgan qizlar kelib turmaydimi? Kelib turadi? Shularning nomerini bering, bir ikkita ukalar borda uylanmoqchi bo'lgan. Ular ham ketishmoqchi-da.